Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva направлениясida yuradigan taksi xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli nomerlarni ekranlarga qo'yib qo'yganmiz aziz vatandoshlar. Ko'rib turganinglardek, mashinalarimiz o'ta idealniy, komfortabilniy состояниеda. Aziz vatandoshlar, platniy darogada yuramiz. Kimni dokumenti bo'lmasa ham, inshaalloh manzildan olib, manzilinglarga yetkazib qo'yamiz aziz vatandoshlar. Самый главный yangiliklarimizdan bittasi, mashinalarimizning har bittasida QR kod bor. Bu QR kodni sizlar Wi-Fi ga ishlatsanglar bo'ladi. Chunki hozir ko'pchilikning sim kartalari o'chib qolyapti. Aziz vatandoshlar, internetlari ham ishlamayapti. Yo'lda nima desam bo'ladi? Internetim ishlamayapti. Qayerda ketyapman? Uydagilar bilan gaplashishim kerak degan gap so'zlar bor. Chunki baribir hammamiz uyimizdagilar xavotir oladi. Aziz vatandoshlar, shularga bemalol WhatsApp, Telegramda xabar yozishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, dokumentinglarda muammo bo'ladigan bo'lsa ham, xudo xolasa, hech qanaqa problemasiz manzilinglardan olib, manzilinglarga yetkazib qo'yamiz. Ishonchli nomerlar ekranlarda aziz vatandoshlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.